yilligini nishonlayapmiz. UNESCOga kiryapti bu. Endi aytganlarga bu yerda juda katta kompleks bo'lyapti, turistik kompleks. Qariyb $1 million o'z ichiga. Endi amfiteatr boshqalarga yaqinlab mehmonxonalar sifatli foydalanamiz, endi ko'proq chet eldan Gullar bayramimizga olamiz. Turizm sohasida, madaniyat sohasida, tekstil logistikada Namangan alohida o'rin bo'lyapti, vodiy xalqi bo'lyapti. Tashabbus yaxshi maslahatlarimiz shu bo'lishini istaymiz. Namangan viloyati bilan Ispaniya qirolligini munosabatlarida menimcha shu tarixiy, madaniy shu yo'nalishlarda ishlasak, bu yo'nalishda keyin iqtisodiy yo'nalishni tortib ketishi mumkin. Mana yaxshi qurilishlar bo'lyapti, arxeologiya muzeyi qurilyapti. Xudo xolasa Namangan ham haligi havo yo'llari bo'yicha hab bo'ladigan bo'lsa, o'tga turistlarni ham jo'natsak bo'ladi. Lekin juda ham ko'p masala bor. Shularni Xudo xolasa birgalikda kelishib, gaplashib, Ispaniyani har tomonlama o'sha yo'nalishdagi jalb qilib O'zbekistonga olib boramiz. Xudo xolasa ishlarni nima deydi, rejalashtirib, Xudo xolasa qilamiz shularni. O'zbekistonning Ispaniyadagi elchixonasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Elchi Farruh Tursunov qabul tashkil etdilar. Uchrashuvda Namangan Ispaniya hamkorligini yangi qirralari muhokama qildik. Bundan Ispaniyadan Namanganga turistlarni jalb qilish, Askat arxeologiya parkini Ispaniyadagi yetakchi muzeylar bilan hamkorligi masalalari ko'rib chiqildi. Shuningdek, asl qo'lyozmalar markazini Ispaniya milliy kutubxonasi bilan hamkorligi, Ispaniyada saqlanayotgan yurtimiz tarixiga oid, Temuriylar, Boburiylarga oid manbalarni o'rganish, ularning fotokopiyasini olish bo'yicha amaliy ishlarimizni boshlab oldik. Hurmatli do'stlar, mana biz Madrid bilan ko'rishguncha deb Italiyaga yo'l oldik. Salom Rim deyamiz. Hozirgina elchimiz bilan Farruh Tursunov bilan uchrashuvdan chiqdik. Uchrashuv juda bir samarali o'tdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Biz hamkorlikni turli sohalarda gaplashdik. Madaniyat, san'at, arxeologiya, turizm va albatta iqtisodiy, sanoat. Ispaniyadagi hamkorlar bilan birgalikda ishlash masalalari alohida hamkorlikni bir nuqtasi bo'ldi va bundan tashqari Yevropaga bir darvoza ochildi desak mubolag'a bo'lmaydi Ispaniya tomonidan. Chunki Namangan Ispaniya aloqalari uzoq o'tmishga borib taqaladi. Bundan 1200 yil avval Askentlik buyuk muhaddis olim Imom Buxoriy davomchisi Abu Nasr Muhammad ibn Ahmad Askati mana shu Ispaniyada hadisshunoslik maktablariga asos soladilar. Butun Afrikada, Ispaniyada juda katta maktab tashkil qilgan buyuk olimlar. Biz vatandoshi, izdosh sifatida biz bu yerda madaniy aloqalarni yana qaytadan tiklayapmiz. Mana ko'rishimiz mumkin. Madrid bizni kulib xayrlashyapti biz bilan. Uzbekistan, country of very historical in Central Asia. Samarkand, Bukhara, Namangan, also very big cities. Hurmatli do'stlar, mana shunaqa gaplar, fikr mulohazalaringizni, takliflaringizni yozib qoldiringlar. Doim aloqadamiz. Italiyada ko'rishguncha.